Yapmayın. Bu bemorimizda bu akamizda insultni boshdan o'tkazgan. Insultdan keyingi holatida massaj parafin muolajalarini olib o'tyapmiz. Bizda bu akamiz anchadan beri davolanadi. Foydalarini o'zi bir aytib beradi. Holatlar qalay, yaxshimi? Mana ikkinchi etapini boshlaganmiz. Birinchi etapini olib parafin va massaj muolajalarini olgan. Bundan keyingi lecheniyalar qanaqa bo'lyapti? Holatlar qanaqa? O'zgarishlar bo'ldimi? Sezdingizmi o'zgarishlarni? O'zgarishlar yaxshi. Qanchalik o'zgarishni sezdingiz? Kelganingizdan beri. O'zgarishlar yaxshi. O'zgarishlar niyat bor Xudo xohlasa, inshaalloh. Bu akamizni anchadan beri o'zimizda davolangani uchun o'zimizga qaytib lecheniyaga kelishibdi. Birinchi kelgan holatlarda oyoq sohalari, umuman buyoqlarda, barmoq sohalarida og'riqlar, keyin sezishlar pasaydi. Mana hozir sezishlar barada bormi sezishlar? Ishlatish bemalol ishlatyapti. Qo'llarida, chap qo'llarida ham xuddi shu holatda, chap oyoq, chap qo'llar edi. Hozir parafin bilan bu akamizni muskullarini bo'shatib olamiz, massajda og'rimasligi uchun. Ochdim. Issiq parafin. Bismillah. Yoqimli. Jonli huzurimi? Silingan bir martalik salafanda uyga toza qilib qo'yiladi parafin. Yaxshi holatimiz. O'rab qo'yamiz. 10 minut turaveradi bemalol. Parafinimiz 10 minut turaveradi. 10 minutda o'zi issig'ini sekin tanaga singitib, muskullarni bo'shatib beradi. Massajga tayyor qilib beradi.